2.800.000 so'mning ichida 5 ta narsani bonus qilib beradilar. Oshxona mebel yasatirmoqchi bo'lganlarga akamiz ham internetdan ko'rib, kooperatsiyadan zakat qilgan ekanlar, ularga qilib berishdi. Bonuslar sanab o'taman. Shushilka bonus bo'ladi. Misr faxrida ham bonus qilib beraman deyaptilar. Bundan tashqari qoshiq qoladigan naborlarda ham bonus qilib beraman deyapti. 2 ta qo'shib berar ekanlar. O'sha 3 ta bo'ladi. Xo'p, xizmati zo'r bo'ladi. Sut esa ham hech nima qilmaydi. Bir oy oldin o'rnatilgan ekan, chekkalari stanoyda bosiladi. Ancha munchaga yosh bolalar ham chiqarolmaydi. Xo'p, chiqli tomonlama deganlarga bemalol qanaqaga chiqarsalaring ham hech nima qilmaydi. Mana qo'lda ham qismaydi, yosh bolalar uchun zo'r vakuum tomonlar. Xo'p, 530 ga 260 bo'ladi. 18,5 million so'mga tayyor bo'lgan bitta baho berasiz. Juda ham zo'r chiqqan. Undan tashqari barni stoykani ham qilib berganlar. Buni $200 ga alohida mana shunaqa narsalar bilan chiroyli qilib devorga moslab, chopki qilib berganlar. Balki ancha-muncha narsalar so'z ketadi. Yana bitta bonus aytib ko'raylik. Mana akamiz video egasiga bonus qilib